Erik Haydar. Bittaman yagona manda bittaman nomini bilmadim qanaqadir eng qimmat jiptaman iPhone 15 Note Pro Plus X Plus bu qo'shiq o'zim uchun hamma uchun mix emas mani tanishadi hamma alfabetda telmagan Dubai mani qo'limda mani arendaga berganman balki o'ynashadi mani buncha yurmasa kerak tanimaganlar tanib ol mana o'sha Haydar Erik mana o'sha Haydar Erik Hammaga salom. Sizlar bilan Erik Haydar. Tirs. Kelishdik do'stlar. Darsni boshlash oldin bitta narsani aytib qo'y. O'tgan safargi darsimda kim meni xafa qilgan bo'lsa kechirdim. Xuddi shunday. Men ham o'tgan safargi darsda kimnidir xafa qilgan bo'lsam, to'ppa-to'g'ri qilganman. Chunki men o'zimdan o'zim birovni xafa qiladigan bola emasman. Kelishdik. Xush kelibsizlar avvalo darsga. Bugun juda jiddiy va juda seryozni darsda o'tamiz. Ya'ni matematika va geometriya. Bormi matematikani biladiganlar? Maza qilasizlar. Matematika bu shunaqa fanki, matematikani bilgan odam qarzi bo'lmaydi. Erkak bo'lib, mujik bo'lib tan olaylik. Zalda $100 qarzi borlar bormi? Bugun mana shu fanni yaxshi o'rganinglar. Mashqdan qarzdan qutulib chiqib ketasiz. $500 qarzi borlar bormi? Balo bormi konsertda? Ha? Shuncha qarz bilan konsertma yurmas. Harakatingni qilmaysanmi? $3000 qarzi borlar bormi? Yaxshi, metagochilar ham shatda. Bilasam bilib ol, o'zimni tanishtirib qo'y. Dunyo fanlari doktori, professor olim, ximiya, matematika, fizika, shu bo'yicha kandidatskiy o'qilib, robotota texnika degan fanlarni ermakka o'rganib, 6-sinfda prosta prikolga oliy matematikani o'rgangan o'sha mashhur Erik Haydarovich bo'laman. Kelishdiga Van Damni taniysizlar-a? Ismi Van bo'lgan. Shu bir damini berib qo'ygandan keyin bo'ldi aka, bugundan Van Damman dedi. Jek Chan taniysizlar? Jeki bugun. Uruchangini chiqarib yuborganman. Ergaga Shayn familiyaga qilib olsam bo'laveradimi? Behijolat ekan, bos gazini degan. Ilonga shipaga tushirganlar bormi? Ilonga velosiped mindirganlar bormi? Kelishdiga qoidalar o'sha formasi, daftari yo'qlar, mana undaqa do'dirab yuradiganlar bo'lsa chiqib keting. Ochveki ayaya bo'ladi. Atata qilaman bir joylayim va bo'lib qoladi. Kelishdiga bugun matematika, geometriya juda seryozni fan bu. Bitta narsani bilib olinglar. Masalan, Trinidad Tobago deb bolalar, Buenos Aireslik bolalar, Oklahoma shtatidagilar, Avstraliyaliklar matematikani bilmasa ayaya bo'lmaydi. Ularga yarashaveradi. Lekin biz Al-Xorazmiyda avlodi bo'lib turib matematikani bilmasak, ana bu haqiqiy ayaya. Kelishdiga bugun futbolga, boksga bog'lab o'tib beraman, mana shu fanni. Ronaldoning muxlislari bormi? Ronaldo nechinchi yil tug'ilgan, kim biladi? 85, to'ppa-to'g'ri. 85. Ronaldo qayerda tug'ilgan? Portugaliya. Top, молодец, to'g'ri. Messini taniydiganlar, muxlislari bormi? Nechinchi yil tug'ilgan Messi? 87, to'ppa-to'g'ri. Qayerda? Argentina. Navbatdagi savol. Buyuk bobomiz Al-Xorazmiy nechinchi yil tug'ilgan? Chiqib shamollab kelasizlarmi, ha? Yaxshi, kecha kirganlar ham bor ekan. Bilmasalaringiz bilib olinglar. Buyuk bobokalonimiz Xorazmda 783-yilda tug'ilgan. Matematikaga mana ko'rib turibsizlar. Al-Xorazmiy. Kelishdiga o'zi asli matematikaga Pifagor birinchi sal matematikani boshlagan.
Keyin geometriya, Pifagor teoremasi bilan geometriyani fan sifatida matematikani oldiga olib kelgan. Ana undan keyin bizning bobomiz matematikani haqiqatda fan sifatida shakllanishiga o'z hissasini qo'shgan va undan keyin algebraga asos solgan. Algebra. Algebra bu nima? Algoritm. Ya'ni sanoq sistemasiga nolni olib kirgan inson bo'ladi. Agar mana shu inson bo'lganda hozir biz kim 0, kim 1 bilmay yuraveramiz. Kelishdiki, endi savol tug'iladi sizlarda. Xo'p, bularni tushundik. Sani nima aloqang bor deyotganlar, mana mana shu joyga keldi. Mana shu joyga keldi. Kalkulyatorlaringizni olib hisoblanglar. Hozir menga bog'liqlik joyini ko'rsataman. Bu fanning 3-avlodi men bo'laman. Pifagor, Al-Xorazmiy, Erkxayda. Isbotlab beraman. Demak, Pifagor miloddan avval 570-yilda tug'ilgan, qo'shamiz. Al-Xorazmiy bobomiz 783-yil tug'ilgan va natija 1353. Endi bunga uyumi nomerini qo'shamiz. Uyumi nomerini qo'shamiz. Natija esa 1986. Xola bu hali hammasi bas. Endi bunga mashinami nomerini qo'shamiz. 324 da qo'shamiz. 2310. 23-oktyabr. Ko'rib turibsizlar-a? Men agar uyimni yo mashinamni nomerini o'zgartiradigan bo'lsam, Pifagor tarixdan chiqib ketyapti. Dunyo matematiklari har kuni paket ko'tarib uyimga keladi. Agar xotiningizni o'zgartirsangiz ham uy bilan mashinani o'zgartiring. Iltimos, jon aka. Men so'raylar bilgan, bilmaganlar. Kelishdiga ortiqcha luqma tashlash, unaqalar bo'lmasa, demak darsni boshlaymiz. Do'stkaga sana, pana yozmaysiz, butun umrga yetadi sizlarga. Mani 30 ta qilib parama-para yetalab yuradigan o'qituvchilar emasman. Kelishdiga, demak bitta chiroyli jim bo'lasizlar, boshlaymiz. Jurnal, qani jurnal? Allapa! Allapa jurnalni olib chiqing. Demak, shunday cho'layotganlar. Dunyoda ikkita xavfli zarba bor. Birinchisi mani zarbam, ikkinchisi hayot zarbasi. Ikki shunday cho'ma, dars bo'lyapti. Isha? Ey! Men seni tanidim. Dars tugaydi. Sen darsdan keyin uyinggacha boshing orqasiga urib olib ketaman, sen. Men seni tanib oldim. Test javoblarini ham olib keling. Demak, uchta cho'ma deyapman. Shunaqa uraman, seni ko'rgani borgan o'rtoqlaring bor-ku. Ergaga urgan o'rtog'imiz qayerda yotibdi desa 13, 14, 15-palatada deydi. Nimaga? Sen iloji bo'lmayapti, bo'lib davolayapmiz deydi. Matematika qaranglar. Bitta sonni o'ylanglar, bir xonali bo'lsin. Bir xonali bo'lsin. Bitta sonni o'ylanglar. Aytmaydi uni, ichida o'ylaydi. O'yladilaringni 2 ga ko'paytiringlar. Chiqdi, yaxshi. Endi 5 ni qo'shinglar. Ko'zni yumamiz. Ko'zlaringni olib qorong'lashdimi? Yo'qlama qilib olamiz. Ahad Qayum kelganmi? Qani ikkalasi ham shatdami? Qaroninna. Amakingizga tars qilib qo'ying. Savol. Nimaga oxirgi payt aktiv tushib ketdi? Nima bo'sh? Nima yo'q bo'lib ketdi? To'g'rimi? Nima bo'lyapti? Nima muammo? Nimaga band? Nima yo'qsiz? Pul ko'payib ketgan? Qarang. Betizga irg'ib yuboraymi hozir? Ha? Pasport olaymi o'tib ketadi. Mana shu bit turaman, pasportlarni jinsiz degan joyi uchun almashtiradi. Nimaga yo'q bo'lib ketdingiz? Kino, serial nima bo'lyapti? Ishlar bo'lyaptimi? Serial mo'ykachini. Qanaqa serial ustida ishlayapsiz? Xo'rlangan mo'ykachi. Dunyoda ikkita xo'rlaydigan narsa bor. Mana hayot xo'rlagan odam, erik xo'rlaydigan odam.
Kinoda nima yangiliklar? Yangiliklar bormi? Bu nimadirlar o'ylayapsizmi? Gapir! Tarixiy serial olishyapti ekan. Tarix. Rejissor o'zingiz. Qarang. Hali yer o'zini o'qini atrofida aylanadi-yu. Shu bir 15 sekundga to'xtab tursa tushib qolasizmi? Ha? Ha, ne bo'layotganda ne to'xtatdi? Tushib qolasiz, biz bor ishlarimizni bitirib qayt. Ha? Muammo yo'q, keyingi yil chiqib olaverasiz. O'tiring joyingizga, yaxshi. Lekin xulqi yaxshi bola. Odobi yaxshi bola. Piyat qo'yadigan bola. Yo'qlamalarda Sanjar Pardayev degani kelganmi? Xafa bo'lish yo'q ama lekin. Freyonnizdan. Ukamanga kulmang. Ko'krak qafasingizga ikkita bedana tashab qo'yaman, tinchingiz-la. Shuningizda asabga tegmang-ku. Mo'ylovlaringizga tirish tushirib yuboraman. Men o'tgan darsda yo'q edingiz. Tinchlikmi? Nima muammo? Ishda edim. Maktab qolib ishga o'tib ketdingizmi? Yaxshi bas. Sizga savol. 1 dakikaga ko'paytirsa nima bo'ladi? O'qimaganda 1 dakikaga ko'paytirsa 2mish. Bilmasam bilib olinglar, bilmasalar. 1da hech qachon 2ga ko'paytirmanglar. 1da o'zini ko'paytiringlar. Men bilaman-ku. Hozir 2ga ko'paytirib ruxsat bersa, ertaga 3ga, 4ga harakatni boshlaysizlar sizlar. 1da o'zini ko'paytiring, 1 bilan baxtli yashang, bu. O'tiring, yaxshi. Navbatdagi inson. Kabulov Davron kelganmi? Kelgan. Ha. O'tgan safar darsda yo'q edingiz, mayli, uni tushuntirishdi. Ish bilan, maktab ishlari bilan yuribdi. Endi sizga ham oddiy savol. Bizda savol cheksiz. Kelishdiki, million ikkiga bo'lsa nima bo'ladi? Ha? Oddiy matematik savol. Sinfda qolib ketadiganlar bo'lar. Bravo. Ibragimova Halimaxon kelganmi? Trayonlizdan. Nima o'tgan safar dars kelmadingiz? Soqqali ishni chiqib qoldi. Soqqali, ahad qo'yin soqqali ish bo'lib qoldimi? Ha? Savol. Mahallada ikkita xotin gaplashib o'tiribdi. Ularga 3-xotin kelib qo'shildi. Nechi bo'ladi? 3 bo'ladi dedi. Bilmaydi-da, o'qimagan. O'qimagansiz. Mana to'g'ri javob. 3-xotin qo'shiladi-yu, agar eri chaqirib olmasa, shu 11-12 gacha o'tiraveradi ular. Tushunyapsizmi? Bu 3 to'rga ko'paytirsa nima bo'ladi? 12 bo'lmaydi. 3 ga 4 rasm bo'ladi. O'tiring. O'qinglar. Dunyo kartasi bilan durak o'ynaganlar bormi? Yo'q-a? Yaxshi. Xo'p, navbatdagi yo'qlamani boshliq qilaveramiz dedi. Kim qani familiya? Men ochmabmiz-ku. Abdurahmon Mufid degani kelganmi Abuvay? Qani turinchi o'rningizdan? Qarsanglar bo'lsin. Juda yaxshi bola. Yetakchilarimizdan. Juda yetakchi bolalarimizdan. O'qishlar yaxshimi? O'tgan safar nima yo'q edingiz? Tinchlikmi? Uxlab qopman. Odam bitta joyda ko'karadi. Yana shunaqa javob bersangiz, bitta joyingiz ko'karadi. Shuningizda savol. 8 qanaqa son? O'rgatmaymiz. 8 qanaqa juft son? Hammada shumi javob? O'qimaganlar shatdan ma'lum-da. 8 qanaqa son desa keyingi safar. 8 bu ko'zimni qilganda 3 ga o'xshab ko'rinadigan son deydi. O'tiring, yaxshi, malades. Yaxshi bola. Qani, kelganmi? Gold Vision. Izzatullohga kelganmi? Mana bu kamerachilarning rahbari. Izzatulloh. Taroningni. Salomat. Qancha arz qilib qo'yinchibdi? Salomat. Nima o'tgan safar darsda siz yozib olib chiqarib, to'palang janjal qilib yursiz? Oddiy savol. Bitta sonni o'ylang, bir xonali bo'lsin. Bitta sonni o'ylang. O'yladingiz-a?
785 ga ko'paytirib 913 doirasida ildiz ostidan chiqqan sonni 2x ga ko'paytirib turib, tangens 90 gradus burchak ostida nechi bo'ladi? Bo'ldi, akani bezovta qilmanglar. Dushanbagacha band. Qo'y. O'zini o'zi bilan band qilib qo'ydim. Akaga ortiqcha gap kerak emas. Biz ko'cha-kuyda mana qilib qaysi oyda dushanbasigacha ekan? Hali dilimi degani kelgan, mana Dilshod Nazar. Ye. Salomat. Amakizga tars qilib qo'yingchi. Salomat. Savol. Siz yurgan qiz, tasavvur qilaylik, sinus. Kimdir sinusida u. Siz tangens. Akalari kosinus. Yur qizni sinusni tashab ketsangiz, siz nima ish qilgan bo'lasiz? Katangensni ishni qilgan bo'lasiz. Endi o'sha qizni akalarini borib, o'rtalaringiz bilan ursangiz, geometriya matematikada nima bo'ladi shu holat? Bilmaydi, o'qimagan, darsga kelmagan. Akalari kelib, sizni qo'vusga olib turib, bir ildiz ostiga tiqib qo'yadi. Kasringizga qolib yuraveramiz. Bag'i keyin parallel pipetda. Aladi, yaxshi bola. Yaxshi bola. Men bu bolani ana ilmiy ishlarini ko'rdim. Dilimiy taxallus ostida. Uka menga gapirsin, papirsin qilma. Papirsin qilma uka. Dars bo'lyapti. Gapirsin, ba bo'yningga shunaqa uraman, bo'yning tugul, bo'yningda qarzlaring ham uzilib ketadi. Qachkiyni berinchi bola? Qachkiyni berinchi? Originalimi? Yoningizdagi qani bersinchi? Berinchi ochkiyni qani? Qani? Yaxshi. Bunday qilingchi? Mana shunday yuraverasiz. O'zi bunaqa bet bilan kech payt 12 dan keyin chiqsangiz ham bo'laverar ekan. Hozir o'qituvchining ustidan yozadiganlar ko'paygan. Ha? Mumkinmi? Ha, mumkin. Keling. Nima bo'ldi? Javoblar chiqdimi? Shte choma! Test javoblari. Chiqdimi? Tak, hammami? Qani sizniki? Qani siznikimi? Ha, mana ikkita chizgicha. Iye. Nazokatxon. Tabriklaymiz kollektiv nomidan. Kuyov bolaga salom aytasiz. O'g'ilmi, qizmi bergan. Pensiya tagliklari bor. Mana yerda turibdi bizning homiyimiz. Pensiya tagliklari, vlajniy salfetkalar. Shuni olasiz o'g'lingizga mendan padarka. Qo'rqmang, u yara toshirmaydi, qizartirmaydi. Uni o'g'lingiz kelgandan keyin tursiydan ko'ngli qolib ketadi. Katta bo'lganda ham hech kis kelmaydi. Shu banan qulpini aralashgan hid kelib turadi. Boravering, yaxshi, tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tabriklab qo'yasizlar. Demak, uka ishni cho'laverma, ishni cho'layotgan tishini bor-ku. Shu bit turaman, shani banka qo'ysang ham tuzalmaydi tishingga. Zuluk qilib uka hozir sani borish. Ikkala qoshing orasiga irg'ib tepaman, qoshlaring o'yinga tushaveradi-sha. Asabga tegma. To'lqinjon degani kelganmi maktabda zo'ravoni. Turayotingizdan. Qani sahnaga. Qarshi bu yangi o'quvchimiz. Salomat. Qismay qo'yardim.
Osh yeydigan bo'lib qoladi-da, qo'lim men qissam. Yo nosga, yo oshga mo'ljallanib qoladi. Qalay bo'lyapti? Sizga kim ruxsat berdi bu maktabga buna figura bilan kelishga? Qarab, kattalar bunga qaramaydimi bu figura? Forma mayli, figura. Sport yaxshi narsa. Sport yomon emas. Sportda mana maktabda shu bola hammani himoya qilib yuribdi. Mana daraxtlar chopiladimi, hammasida o'zi bosh-qosh bo'lib turadi. Malades. Qani bitta urinchi masjidga? Bitta, ha, tars qilinchi qani? Jim, urinchi qani? Jim, uravering. Jim, gapirmanglar, uravering. Uryapsizmi? Mana sportda shunaqa matematikada qoida bo'lmasa charchab qolasiz. Udar ham qattiq tegmaydi. Qattiq qilib shuni qarang. Og'rimadimi? Bo'ldi. Sekin joyingizga bu oma bitta narsa. Dushanba kuni bir doktorga borib rentgen qildirib yuborasiz. Bo'lmasa olib ketib qoladi. Jiddiy qaraysiz. Hop, jiddiy qarang. Bo'ldi, sekin tushavering. Joyini ko'rsatmanglar, o'zi topsin. Jim. Yaxshi. O'sha gap, borib bir yo'li ana kardiolikka ham uchrab o'rasiz. Uni yomonda bir teganda boshida kuldiradi. Maza qilib turadi. Salapan bilan yuradigan qilib qatda bu-da. Yaxshi. Ha, dushanba. Kardiogramma. Yaxshi. Demak, davom etamiz. Doniyor, Donikvayn hamma taniysiz. Bahodir bir shisha aroq ichdi. Doniyor 2 shisha aroq ichdi. Savol, 2 shisha ichgan Doniyor qaysi burchak ostida yotibdi? Ha? Bilmaysiz. Bilmasangiz bilib oling. Doniyor o'tkir burchak ostida yotibdi. Chunki o'tkirligiga bor ichganda. Tushundingizmi? Geometriyadan qattiq o'shunki. Sog' bo'ling, o'tiring. Husan Atabek degani kelganmi? Qarsanglar bo'lsin. Mana oddiy savol. Mana shu basharani 2 ga bo'lib 4 ga ko'paytirsa nechi bo'ladi? Elmurodni nima? Sizlar xafa bo'lish yo'qda, aqa-baqa qilib tashladingiz. Ko'p navbatda MMA'lar bo'lyaptimi? Maktabda yaxshi. Mana shu maktabda MMA sport turi zo'r rivojlandi. Endi bitta narsa, geometriya. Hozir biz odamlarga o'rgatishimiz kerak. MMA'da stoyka qana bo'ladi? Mana bu narsa stoyka deyiladi. Ko'ryapsizlar? Bitta hamma narsa geometriya. Oyoq uchburchak. Endi bu xillar mana qilib turib olayotganlar hamma. Bu kerak emas. Uchburchak. Mana bu narsalar 45 gradus burchak ostida turishi kerak. Agar sal tutsa bo'ldi, bir uradi raqib, burchak jinnisi o'tiraverasiz. Kelishdigi 45 gradus ushlash kerak bo'ldi, tamom. Kelishdigi urganda ham mana bu narsa. Vertikal, gorizontal. Vertikal, gorizontal. Sportchilar, mani payimdan bo'linglar, bo'ldi. Shunaqa udarlarim bor, hali ochilmagan upa ko'kkada. Shu qattiq ko'rsangiz ham betiga tegaveradi-da. Tushunasizmi? Aytayapman uni. Taxminan qatga o'tsangiz ham uni betiga tegaveradi. Suvelari bilan birga ko'nglini ham sindirib yuboradigan udarlar. Uyga borib, o'riga baylab, o'ri daraxtga itini oldida ursangiz ham bo'ladi-da. Kelishdigi, davay, sportni mahkam ushlaylar. Bo'lmasa, mahkamsizlar ushlashi mumkin-da. Qarsanglar bo'lsin, yaxshi bolalar. O'zimizni sportsmen jaydari bolalar. Demak, o'rtoqlar, ana endi men sizlarga hozir futbolga bog'lab tushuntirib beraman. To'p topchiq. Mana shu futbolni hozir geometriyaga shunaqa bog'liqligini ko'rsataman. Bo'sh ish o'rnida mana shu qo'yganiga 10 ming, 15 ming olib yuradi. Kelishdigi futbolda, menga qaranglar, Realda muxlislari bormi? Benzimaga qaysi biring nomerimni berding? Ha? City bilan oxirgi o'yinda menga telefon qilib, "Erigaga bizga boshqa to'p olib bering, City narigini bermayapti" dedi. Keyin ayting, biz tomonga kelib olishmas, o'zlarini varatasi bor-ku deydi. Unaqa nomer tarqatmanglar. Demak, nima?
Uka, gapingni eshitmay qitiqlab o'ltiraman topib olsam. Nima? Shu bir ruchinga qusaydigan qilib qolman. O'rtoqlar, biz fintlarni ham joyiga qo'yib olishimiz kerak-da. O'yin payti, mana misol uchun, mana. Ko'rib turibsizlar. Hop. Ko'r. Gaplashib, kofe ichib, mana shunday yuraverish kerak-da futbolistlarimiz ham. Tushunyapsizlarmi? Ha? Ko'rib turibsizlar. Ko'r. Shuni to'psiz ko'rsating. Ko'rib turibsizlar? Yo'q to'pga shuncha qo'rqishyapti. Agar shularni bir to'p bilan qiladigan bo'lsak boru, raqiblar ishdan qochib ketadi. Kelishdik-a? Dixalga ham ketdi. Ana kuni Dixalkam bilan gaplashdi. Aka bo'ldi qilaylik. Qaytardim men. Xo'p, davom et. Haydarovich, juda zarur. Seni uka, mana shu 3 choli muzika chiqarmanglar. Hozir barmog'imni qirsillataman. Ozarbayjoncha usulmi deb o'rasan. Ha. Elon Musk telefon qilyapti. Elon Musk? Hani? Allo. Alone dance. Aha. Atitiki the candy shop. Nu tatsı mı ne candy shop? iPhone, smartphone. Ödene be phone. Ha? Mother father sister brother. Aha. Holland. Okey. Holland gol uribdi. Demak, mana shu joyida darsimizni eng kulminatsion nuqtasiga yetib keldik. O'rtoqlar, haqiqiy savol. Haqiqiy savol. Bek Vaynes degan turingchi o'rningizda. Turing, qarsak bo'lsin. Yaxshi bola, salomat. Oddiy savol, pizza haqida. Hamma biladigan savol. Zuzu pizza misolida tushuntirib beraman. Ekranga qarang. Pizzani korobkasi to'rtburchak, to'g'rimi? Ichidagi pizza dumaloq. Endi buni biz uchburchak shaklda yeymiz. To'g'rimi? Uchalasini qo'shsa nima bo'ladi? Ha? Javob nima shularni? To'rtburchak dumaloq, uchburchak qo'shu teng. Javob yo'q. X bo'ladi. PlayStation. PlayStation'da pulti. Zuzu pizza, tushunyapsiz? X nima vazifani bajaradi futbolda? Oshiradi, pas beradi. Ko'ryapsiz? Mana shunaqa pizza bo'lganda bersan ham degan ma'noda bildiradi. iPhone'da kamerasi dumaloq, lekin rasmga olsang to'rtburchak chiqaveradi. Buni javobini keyingi darsda o'rgatamiz. O'tirib. Haydar Haydarovich. Omon. Uka, men seni ko'rdim. Men seni eslab qoldim, isha. Shu urib kiyimlaringni yirtib yuboraman. Yangi kiyim olgunicha moda o'zgarib ketadi, isha. Men seni tanidim. Men seni shuni prekrasno bilib turibman. Nima deysiz? Men bor uzr, men mumkin emas, men mamtibni tarbiyasi bostirib kirishga harakat qilyapti. Yo, xalaqit qilmay turing endi seni. Baqa o'tib turing. Qo'shdichi? Tinchlikmi? Bizni jiyanga baho qo'ymaydigan sizmi? Nima bo'lyapti sizga, ha? Shu bo'ladi ashta. Nima deysiz? Bizni jiyanga baho qo'ymasdan yiqitib yuboryapsiz ekan, bahoni qo'yasiz, keyin ketaman. Tushunarlimi? Qo'yish kerakmi? Qo'yasiz, qo'yganda 5 qo'yasiz. 5 qo'yish kerak? 500 ketmaydi. Svet yondimi? Tanidingmi?
Eriga. Salom alaykum. 14 dama surgandek bo'ldimi? Ha? Erik Haydar. O kallangni ehtiyot qilgan. Ichida miya bo'lishi mumkin. Tushundingmi? Miyani ishlatgan, og'rimaydi. Keyin kitob o'qigan. Bir xilgilar bor-ku, kitob o'qisam kalla ishlab ketib qoladi bo'ylar. O'qigin, tushundingmi? Keyingi safar yana shunaqa qilsang, havoga olib chiqib olaveraman. Ertalab 9 da chiqib ketamiz. Shu abetlarda och qoringa tushib kelaveramiz. Tushundingmi? Menga o tanka sizlar ham shu. Panka jo'natmanglar sessiya payt. Kelgan tankalari shu suv sepib ketgan miltiqqa o'xshab chiqib ketaveradi. Keyin pora masalasi. Pora taklif qilib yurishma, tushundingmi? Hozir pora berasan, meni hojatim chiqadi, keyin seni hojating chiqadi. Ta'limni shunaqa qilib hojatxona qilib yuborishyapsan. Tushundingmi? Uzr, men Shabaloqdan tanib qoldim. Bor, yo'qal. Men agar bilsizligingizni... Bor, yo'qal, orqamacha gapirib chiqib ket gaplaringni. Xo'p, bo'ldi. Men agar sizligingizni bilganimda Eriga, umuman gapirmayman. Qarama. Umuman gapirmayman. Keyin safar jiyanni o'zini kaltaymiz. O'rtoqlar, bugun mana shu darsda Elmurodni dadasi bilan yasi ham kelganmi? Qani Elmurod dadasi bilan yasi? Karim tog'a, salomat. Salomat. Yaxshi. Ma'mur opa, yaxshimisiz? O'tiring. Bu odamlar Elmurodning ota-onasi. O'g'illaring yaxshi, yomon emas. To'g'richa parosat o'rtacharoq. Yomon emas, yaxshi bolani tarbiya qilgansiz. Men nimasini hurmat qilaman? Masalan, 3 ta qizi bor, lekin xotinini hali haydab o'rgani yo'q. Bitta chumolaga o'xshaydi. Mana shu tomonlari yaxshi. Ichmaydi, chekmaydi, yurmaydi. Bitta narsa, men shu odam Elmurod dadasi, to'g'ri, menga aloqasi yo'q, lekin meni dadamligimni boraman, nima qilib? Nimagaligini aytaymi? Chunki dunyoda qanaqa og'ir kasallik o'zi hammasini bo'ldi-da mana shu odam. Insult, infarkt, rak, yurak operatsiya, yurak ko'chir, tomir ko'chir, insult, davleniya, sahar. Buni endi Mustoshifo, Arroziy degan klinikalardagilar so'rasalaringiz bilishadi. Mana shu yoshda mana konsertda o'tiribdi. Endi men boshida kelishdik. Men Elmurod dedi, aka men ota-onamga sovg'amdi. Men uni beparosatni bilaman. Hozir unga qo'yib bersam, bitta she'r aytib, Zayniddinga o'xshab gul bilan qutulib qo'ya qoladi. Bugun sizlarga, men ham sizlarning o'g'illaring qatoriman, to'g'rimi? Siz o'zim sovg'a beraman. Mana shu bolani yaxshi tarbiya qilganlaring uchun. Elmurod, bu odamlar endi mana qo'li gips. Aytibman o'zimizdan. Meni dadamni devoraman-da, qo'li gips. Men sovg'a beraman. Elmurodga aytib yurmaysizlar. U iploska yozib etsam gul beradi. Bu shu-da endi. O'zini boy qilib ko'rsatib yuradi. Mana bo'ladigani mana. Bo'laveradimi? Salomat. Qani tars qilib qo'yingcha. Yaxshi. Olib chiq sovg'alar. O'tgan yili darsga kelmadingiz, pulini men to'laganman. Va hech qanaqa reklama bas. Prosta endi o'sha bolalar dokumentini qilib beradi. Mana shu bolani tarbiya qilganlaringiz uchun Ma'mur opa bu sizga. Karim aka 20 ta davlatga sayohat. Ma'mur opa menga paxta qo'ymang. Bilaman buni Elmurodga olib kelgan. Mayli. Elmurodga olib kelingan gul. Ey navbatda. Men bitta sovg'a beraman, shu bilan qayta sovg'a bermayman. Bu Elmurodning qizimi deyman-a? Dadang qali? Dadangga salom et, a? Bor. Bugun mana baki bratishki. Mana bolasizlar uyga bor, to'g'rimi? Meni uyimda. Elmurod kichkina qizi. Dadang qali? Qo'y og'zidan cho'p olmaydi, lekin tishini sug'urib ola qoladi, qo'y. O'sha uy buniki bas edi, u askiya qiluvdi. Mana o'sha sizlarga. Kim edi bu bola? Daler. Elnurdikasi, malades ekan. Odam tanlashda adashmayapsan. Ashta o'tirgan hammalaringga aytaman, sizlar qiziqish tanlashda dunyoda eng didi baland odam ekansizlar. Shunaqa ham yuqori didi bo'ladimi? Mana darsni mana shunaqa o'tish kerak. Kelishdik-a?
Karim tog'a, kasal bo'lib qolish yo'q endi bag'iga. Baqa endi bo'ldi, to'xtatamiz. Anini olib ketmaymiz sayohatga. O'zimiz. Siz, men, Ma'mur opam kelishdiga uchalamiz. Bunga borsangiz darrov ishda reklama yasab, jinniga o'xshab yuradi. Prosta bor, kayf qilib dam olib keladi. Kelishdiga. Ha, bo'ldi. Beparosat muzika. Bitta narsani bilib olinglar, o'rtoqlar. Bu hayotda hamma narsani pul hal qilavermaydi. Haqiqatda diqqat bilan gapimni eshitinglar. Pul bu hayotda hamma narsani hal qiladi degani emas. Tasavvur qiling. Sizga hozir 10 million dollar bersam, siz xursand bo'lasiz, rahmat aytasiz, to'g'rimi? Lekin evaziga ertaga uyg'onmaysan desam, 99% odam o'sha 10 million dollarni olmaydi. Bu degani har birlaringizni ertangi kunlaringiz 10 million dollardan qimmat turadi. Sizlarga berilayotgan har bir kunni qadriga yetib, kulib, tabassum bilan o'tkazishlaringizni xohlayman. Sizlar bilan Kamila Erik Haydarovich. Rahmat.